Hammaga salom do'stlar. Bugun biz Robloxda qanaqa o'yin o'ynaymiz deb qiziqmanglar. Bugun Robloxda Robuxsiz skinni almashtirishni o'rgataman. Birinchi bo'lib avatarlariga kirib olasizlar. Mana avatar. Bu qidiruvda bosasizlar. Robuxim 0 qaranglar, yo'q. Qidiruvda bosasizlarda bekorga bunaqa narsalarni olib kiyimlarni Robuxni yo'qotmanglar. Free deb bosasizlar. deb bosasizlar. Mana chiqdi birinchida, shuni bosamiz. Bosgandan keyin o'zlaringga yoqqan skinni tanlab olasizlar. Hozir menga mana bu yoqdi. Hozir tepada edi. Mana buni ustiga bosasizlar. O'zlaringga yoqqan skinni ustiga bosasizlar. Mana bosasizlar. Va bu ko'k tugmachani bosasizlar. Qora tugmachani bosasizlar. Bu kiyilmaydi. Lekin buni narsasi chiqadi va buni ustiga bossalaring mana kiyildi. Bo'ldi, endi bundan chiqasizlar va o'zlaringning niklaringga kirasizlar. Mana kirdim men. Bu yerda buni narsalari turadi. Mana qo'llari, oyog'i. Bu ustiga bosasizlar qo'lini. Va ko'k tugmachani bosasizlar, qora tugmachani bosasizlar. Va endi bu o'zini qo'lini ustiga bir bosasizlar. Bo'ldi. Tayyor. Buni yana chiqasizlar, yana niklarga kirasizlar. Bu yoqqa o'zalaring. Mana ustidagi kiyimi. Buni tanlaysizlar. Bu kiyimni ustiga bosasizlar, bo'ldi, kiyildi. Buni yana chiqasizlarda, yana niklaringga kirasizlar. Endi buni chap qo'li kerak. Chap qo'li oyog'ida birinchi qilamiz. Yana ko'k tugmachani ustiga, qora tugmachani ustiga bosamiz. Kiradi va oyog'ini ustiga bosamiz. Bo'ldi. Men ikkita tanlaganman. Bittasi robotlikda uni yechib, buni qilmoqchiman, sizlarga ko'rsatmoqchiman qanaqa qilishni. Hozir bo'ladi. Mana chap oyog'i ham chiqdi. Endi bu ko'k tugmachani ustiga bosamiz, qora tugmachani ustiga bosamiz. Oyog'ini ustiga bossak kiyiladi. Yana bundan chiqamiz, yana o'zlaring niklarga kirasizlar. Hozir mana chap qo'li. Yana buni ustiga bosasizlar, ko'k tugmachani, qora tugmachani ustiga. Hozir endi qo'liga bosasizlar, mana kiyildi. Mana hozir ko'rsataman. Mana tekinga Robux 0 böyle narsa oldim. Qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? Robuxsiz
Like va obuna esingizdan chiqmasin. Videoni shu yerda to'xtatishga shart qildim. Like va obuna esingizdan chiqmasin. Undan xayr.